Birinchi bitta gapiradi, men eshitib turaman. Abduqodir. Abbos, Sizdan boshlaymiz. Yo'llanma bilan tabriklaymiz, ajoyib o'yin bilan tabriklaymiz. Taassurotlar, endi gapiring. Abbos gapirib eshitdik. Hammani tabriklayman, Jahon chempionati chiqqanimiz bilan. Qanday o'tdi? O'yin haqida ham keling. O'zingizlar ko'rdinglar, zo'r o'tdi. Sizni yutqizmadik. Siz Manchester City safida katta bosimli, katta uchrashuvlarda ishtirok etdingiz. Bugungi o'yin bilan solishtirganda Chempionlar Ligasi, mana bu o'yin. Hozir O'zbekistonning o'yini sal qiyinroq o'tadi, chunki hamma vнимание bizda bo'ladi, ko'p odam ko'rsatadi. O'ylaymanki, yaxshi o'tdi bugungi o'yin. Terma jamoa bosh murabbiy qanday ko'rsatmalar bergandi, aynan himoyachilarga? Akalarga zo'r berasiz, savollar bor. Javob.